Assalomu alaykum, hurmatli Ishonch TV YouTube kanalimiz obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 14-may sanasi. Bugun tarvuzlarimizni mana bu tak kilonkasini hozir olib tashlaymiz. Tarvuzlarimiz ancha katta bo'lib qoldi. Eng kichigi ham bular kattalari, eng kichigi ham 4 kilo 5 kilo bo'lib qoldi. Endi kilonkalarni olib tashlasak ham bo'ladi. Poliyamiz deyarli 4 burchi ham bir xil, qayerdadir kichik tarvuz yo qaysidir kichik, qaysidir katta unaqa bo'layotgani yo'q, deyarli poliya bir xil. Bu juda ham yaxshi. Olgan klientlarimiz ham, tarvuzimizni sotib olgan klientlarimiz ham qiynalishmaydi. Ichida xom chiqib qolmaydi, baribariga birdaniga pishadi. Klientlarimizdan qo'lma-qo'l qilib olgan insonlar ham inshaalloh baraka topishadi. Kommentariyada so'rab qolishadi, manzil qayerda deb. Manzil oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Qashqadaryo viloyati Koson tumani, Rahimso'pi qishlog'i. Savol tug'ilishi mumkin, kilonkalarda olganda nima foydasi bor? Tursa nima foydasi bor, olsa nima foydasi bor deb so'rashlari mumkin. Kilonkalarimiz boshida palaklar yaxshi rivojlanishi uchun, tomirlari yaxshi rivojlanishi uchun, issiqlikda ushlab turishi uchun boshida o'sha uchun foydalanishga qo'yiladi. Keyinchalik namlikni saqlash uchun o'zini foydasini beradi. Endi hozir kerak emas, chunki havo juda ham isib ketdi. Ayniqsa hozir mana bugundan boshlab o'zi anomal issiq deyapti. Issiqlik 45 gradusgacha chiqib ketar ekan. Shuning uchun kilonkalarimiz endi kerak emas. Olib tashlaymiz. Olib tashlaganimizning foydali tarafi shundaki, kirmichkalarini ko'tarib yaxshilab sug'oramiz, sug'orishda. Keyin dorilarni berishda, selitra berishda qulayliklari bor. Seltrani ham ariqqa bemalol sepib beramiz. Dorilar yaxshi o'zining samarasini ko'rsatadi, kilonka bo'lmasa. Tarvuzlarimiz bugungi kunga kelib mana shunaqa holatda. Yaxshi kattaryapti. Kun sayin, soat sayin kattarib boryapti. Hurmatli obunachilar, mana kilonkalarni olib tashladik.